Siz bilmagan Halima qidiruvga berilgan, farzand asrab olgan va bevaqt o'limdan qo'rqqan aktrisa xotirlaymiz. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Kanalimizdan uzoqlashmang. Eng tezkor va eng so'nggi yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib keting. Aktrisa Halima Ibragimovaning ijodidan ko'ra fe'l-atvori ko'p muhokamalarga sabab bo'lardi, desak mubolag'a bo'lmaydi. To'g'ri, u shirinsuxan ayol emasdi. Ammo adolatsizlik va nohaqlikka chidolmasdi. U sadoqatni qadrlaydigan, xiyonatni kechirmaydigan mard va tanti inson edi. U qanday oilada tug'ilgan? Aktrisa Halima Ibragimova 1979-yili Ubaydullo va Munira Ibragimovalar oilasida 3-qiz farzand bo'lib dunyoga kelgan. Oilada o'g'il farzand bo'lmagani uchun 4 qizning bari uy ro'zg'or ishlariga usta qilib tarbiyalangan. Bolaligim juda ajoyib o'tgan. Rahmatli otamning mahalla ko'yda hurmati baland edi. Ubaydullo akaning qiziman desam hamma tanirdi. Chunki otam yuqori lavozimda ishlagan. Qo'lidan kelgan yordamni ayamaydigan, samimiy inson bo'lgan. Onam esa 4 qizning tarbiyasi bilan band edi. Otam hamisha ko'nglimizga qarar, og'zimizdan chiqqanini muhayyo qilardi. Onam esa aksincha, nihoyatda qattiqqo'l va hamma qizidan uy ishlarini qilishni talab qiladigan ayol edi. Otam kechasi ko'chada yurishimizni istamasdi. Soat 6dan keyin hech kim ko'chaga chiqmasdi. Bolaligimda san'atga umuman qiziqishim bo'lmagan. Prokuror bo'laman deb niyat qilardim. Shu sabab 3 marta huquqshunoslik kollejiga ham o'qishga topshirganman. Ammo qabul qilishmagan, deydi aktrisa. Ubaydullo Ibragimov dastlab qurilishda oddiy ishchi bo'lib ishlagan. Undan keyin uzoq yillar 7-avtokorxonada bosh muhandis lavozimida faoliyat yuritgan. Otam qo'limda jon bergan. Aktrisa otasining o'limi bilan bog'liq voqealarni quyidagicha eslaydi. Otam rahmatli 16 yoshimda yurak xurujidan vafot etgan. O'shanda otam endigina 42 yoshni qarshilagandi. Otam yaxshi pul topadigan inson bo'lgan. Ammo topganini jamg'arib qo'ymay odamlarga yordam berishni yaxshi ko'rardi. Zinadan yiqilib tushganini haqida xabar keldi. Keyin bilsak, o'shanda birinchi infarktni boshdan kechirgan ekan. Oradan ko'p o'tmay yana tobi qochdi. Kasalxonaga birga borganman. Otam qo'limda jon bergan, degandi aktrisa. Otam davrida oilamiz moliyaviy jihatdan umuman qiynalmagan. Katta yeb, katta ichishga o'rganib qolganimiz uchun otamning vafotidan keyin ishlashimga to'g'ri kelgan. Otamning tanishlari bozorga ishga joylashtirishdi. U yerda hisobchilikni o'rgandim. Muhtojlikdan uydagi mebellarni sotganmiz. Halimaning moliyaviy
imkoniyatlari keng bo'lgani, u qimmatbaho avtomobil boshqargani-yu, dang'illama uyda yashagani hech kimga sir emas. Ammo aktrisa boy oilada tug'ilmagandi. U moddiy qiyinchilikni boshdan kechirgan kunlaridagi quyidagicha eslardi. Men turmushga chiqmadim. Baxtim ochilmadi. Singlimga xaridor kelib, uni turmushga bergandik. Ammo otamning o'limidan ko'p o'tmay, singlim bir bolasi bilan uyimizga qaytib keldi. 3 ayol uydamiz. Yosh bolaning ham o'ziga yarasha xarajatlari bor. O'ylab, oxiri qora bozorda tirikchilik qilishga majbur bo'ldim. Chunki vaziyat shu darajaga yetgandiki, ro'zg'or uchun uydagi texnika yoki mebellarni sotishni boshlagandik. Sarmoyaga kiritadigan mablag'im bo'lgani uchun boshqalarga ishchi edim. Ya'ni kunlik ishim uchun haq olardim. Undan keyin 7 yil mobaynida Farhod bozorida ishlaganman. Bozor meni tarbiyalab, hayot maktabini o'rgatgan desam ham bo'ladi. Avval film bunday emasdi. Aktrisa asabiy bo'lib qolishiga atrofdagilar sababchi bo'lgani haqida ham aytib o'tgandi. Ba'zan asabiylashib, og'ir gapirib yuborishimni bilaman. Men ham onamning qornidan shunday tug'ilmaganman. O'zgarishimga odamlarning o'zi sababchi bo'lgan. Bozorda haqqimni talab qilib, baqir-chaqir qilmasam, non topolmasligimni tushunganimdan keyin o'zgarganman. Bozor katta maydon. Unda faqat kuchlilar non topadi. Ishlashni boshlaganimdan keyin oilamizning moliyaviy ahvoli ancha yaxshilangan. Ammo 6 yildan keyin onam ham yurak xuruji bilan kasalxonada vafot etgan. Onamdan 22 yoshimda yetim qolganman. O'ylab qarasam, bolaligimda pishir kuydirga qiziqadigan, uydan ko'chaga chiqishni istamaydigan qiz bo'lganman. Bir yiqilarkansiz, 2 yiqilarkansiz, keyin o'zingizdan turib harakat qilishga majbur bo'larkansiz. Odamlarga xo'p bo'ladi deb tavoze qilsangiz, yanchib o'tib ketisharkan.